Ko'ryapti, uydan berib yubordim mana bu gullar. Shunaqa chiroyli ochilib, qara yengilari chiqibdi. Keyin hozir yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman-da. Xo'jayinim bilan kirsalar maylimi, xo'jayinimga tushuntirib bering. Xo'jayinim bilan kirsalar maylimi deyavermanglar qizlar. Men chumonman, erkak kishi bir xillari hammasi ham emas, ziqna bo'ladi. To sizlar meni gapimni, diagnozlarni kirib tushuntirib berib olmayapsizlar. Keyin hech narsa qilmaydi, yaxshi bo'lib ketadi deyotgan ekan. Turmush o'rtoqlaringlar, men bu narsani tushunyapman. Lekin kirganinglarda meni yuzimni olmasdan turib videoga olib turinglar, bolanglarni diagnoz qo'yayotganimni. Hozir bitta onaga aytdim, mana ko'ryapsizmi? Hamma yog'ida defekt bolani. Diagnoz krivosheya, qomat buzilishi, kifoz, taz, perikoz qishib yotibdi. Mana men xuddi mana shunaqa ko'rib bergandagi yechimtiringda bolangizni xo'jayingizga ko'rsating. Kelganinglarda yuzimni olmanglar, pожалуйста, diktofonda yozib olishsin yoki